Madina Munavvarani hattoki oyi ham to'lib turibdi. Hayotdan to'yib ketgan bo'lsangiz, hamma narsaga qo'l siltaydi. Nima qilib bo'lsa Madina Munavvaraga keladi. Sakinatda eng zo'ri shu yerda bo'ladi. Bu o'tkinchi dunyoda ozgina bo'lsa ham o'zingiz uchun vaqt ajratmas ekansiz, sizni hech kim o'ylamaydi. Bu haqiqat. Kelasiz, Alloh bilan o'zingiz dardlaringizni gapirasiz, o'zingizni isloh qilasiz hamda qaytib uyingizga borganingizda bu to'lib turgan, to'lib toshib yotgan qalbingizni birovga aytmasdan faqat Allohga aytsangiz, o'shanda inshaalloh Alloh yengillik beradi. Bu dunyoda mashaqqatsiz hayotda o'zi yo'q. Bu dunyoga biza insonchilik uchun emas, mashaqqat uchun kelganimizni esingizdan chiqarmang. Faqat sabr qilganlargina